Nimaga savdo past bo'ladi? Ko'pchilik kompaniyalar buni tashqi ta'sirlar bilan bog'lashadi, ya'ni o'zi klientlar kamayib qoldi yoki sezon o'tib qoldi yoki odamlarda pul yo'qroq, odamlar kam pul ishlatadigan bo'lib qoldi deb, xullas tashqi faktorlar bilan bog'lashga urinishadi. Lekin ko'pchilik holatlarda ichki faktorlar o'zi sabab bo'layotgan bo'ladi. Hozir shularni bir nechtasini ko'rib chiqamiz. Savdoni past bo'lishiga eng asosiy o'sha ichki faktorlardan bittasi bu kompaniyada missiya belgilanmaganligi, kompaniyaning missiyasi yo'qligi. Ikkinchidan o'sha biznes reja, hech qanaqa biznes reja, hech qanaqa strategiyalarni yo'qligida bo'ladi. Ya'ni o'sha o'zi umuman biron bir biznes tashkil qilayotganning o'zida biznes rejasi bo'lishi kerak. Haqiqiy biznes reja. Bu bankdan kredit olish uchun tuziladigan biznes reja emas. Haqiqiy mana kompaniya ochildi, bir oydan keyin nima bo'ladi, bir yildan keyin nima bo'ladi, 3 yildan keyinchi, 5 yildan keyinchi hammasi chotki konkretni ko'rsatilgan, qadamma-qadam ko'rsatilgan bo'lishi kerak o'sha rejada. Ana o'sha reja bo'yicha harakat qilinishi kerak. Mana shu rejani yo'qligi, hech qanaqa missiyani yo'qligi, mana bu o'sha savdoni past bo'lishini eng birinchi ko'rinmaydigan sabablaridan. Savdoni past bo'lishligini keyingi sabablaridan yana bittasi mahsulot sifatini narxiga nomutanosib bo'lishi. Ya'ni sifatiga qaraganda narxi balandroq. Ya'ni arzimaydi. Odamlar solishtirib ko'rganda narxiga arzimaydigan mahsulot ekan degan o'sha xulosaga kelishligi. Keyin kompaniya o'sha raqobatchilar bilan raqobat qila olmasligi. Sifat narx nomutanosiblik bu o'sha raqobat qila olmaslikka eng birinchi sabablardan bitta bo'ladi. Va keyin kompaniya o'zini o'sha mijozlari bo'ladimi, partnyorlariga kuchli takliflarni bera olmasligi. Kuchsiz, juda ham oddiy, juda ham bir lanch takliflarni berishi. Offerni umuman yo'qligi. Va eng yomoni mana shu holatlar bo'layotganini, shu savdoni past bo'lishiga mana shu narsalar ta'sir qilayotganini o'sha biznes egasi, biznes boshqaruvchilari tushunib yetmasligi. Mana shu eng yomon tomonlari. Yana bitta sabablardan bittasi savdoni pastligiga o'sha kompaniyada marketingning umuman yo'qligi yoki marketing uxlab yotgan bo'ladi. Bu kompaniya menejerlari marketing deganda faqat reklamani ijtimoiy tarmoqlarda yoki televideniyada yoki boshqa joyda o'sha reklama qilsak bo'ldi, shu marketing degan tushunchaga ega bo'lishlari mana shu narsa ham o'sha savdoni past bo'lishiga olib keladi. Aslida marketing bu juda ham keng tushuncha. O'sha kompaniya egalari o'zlari marketingni tushunmasa, yaxshi marketologlarni bitta emas, kerak bo'lsa bir nechta marketologlarni ishga olsa, shu kuchli marketing strategiyalarini ishlab chiqilsa, albatta marketing degani bu savdoni ko'tarib beradigan eng birinchi instrumentlardan bittasi. Hop, keyingi sabab o'sha kompaniyadagi sotuv bo'limida faoliyat ko'rsatadigan sotuvchi menejer, xullas sotuvchilarni yaxshi sota olmasligi yoki oddiyroq sal qo'polroq aytadigan bo'lsak, landovr bo'lishligi. Mana bu ham juda ham katta ta'sirini ko'rsatadi. Sotuv bo'limidagi o'sha sotuv komandasi qanchalik kuchli, bilimli, shijoatli bo'lsa, g'ayratli bo'lsa, ular sotuv bir necha barobarga oshirib olishi mumkin. Yoki aksincha o'sha aytganimdek, landovr sotuvchilardan iborat komanda bo'lsa, ularning qo'liga nima deydi, tillani berib qo'ysangiz ham kumush narxida ham sota olmaydi. Bu fakt. Keyingi sababi o'sha kompaniyada boshqaruv tizimini yo'qligi. Yo'qligi deganda amalda yo'qligi. Boshqaruv tizimi bo'lishi mumkin. Misol uchun qaysidir dokumentlarda, o'sha shartnomalarda yoki bir o'sha kompaniyaning o'zini ichki ustavlarida
shunga o'xshagan dokumentlarida, hujjatlarida belgilangan bo'lishi mumkin. Buni vazifasi bu, buni vazifasi bu deb, bu bunga bo'ysunadi, bu bunga hisobot beradi, buni falon narsani falon anaqa bo'lim yoki falonchi nazorat qiladi deb hammasi aniq ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bu faqat qog'ozda bo'lishi mumkin. Amalda bo'lsa, boshqaruv tizimi rasvo bo'lishi mumkin. Ya'ni umuman qog'ozda boshqa-yu, amalda boshqa bo'lishi mumkin. Mana bu ham juda katta ta'sir ko'rsatadi. Keyingi sababi o'sha kompaniyada menejerlar yoki top menejerlarni ahmoq bo'lishi. Ya'ni ular o'zini o'tirgan o'rniga, o'zini egallab turgan vazifasiga umuman mos kelmaydi. O'zi ko'pchilik kompaniyada shunaqa bo'ladi. Ayniqsa top menejerlarni shu biznes egalari men o'zimni jiyanimda yoki tanishimda bunga ishonaman deb qo'yib qo'yishadi. Lekin bu tomonidan yaxshi narsani ko'zlashadi-yu, tangani orqa tomonini o'ylashmaydi. Tangani orqa tomoni aynan o'sha ishonib qo'yib qo'ygan menejerlari g'irt tupoy bo'ladi. Bunaqa tupoy menejerlar kompaniyani, конечно, orqaga tortadi, savdoni past bo'lishiga ham to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Keyin o'sha savdo past bo'ladigan kompaniyalarda bir narsa bo'lmaydi, bu savdoni analiz qilish, ya'ni tahlil qilish. Nimaga savdo o'smayapti, nimaga past bo'lyapti? Masalan, qaysi mahsulotimiz aynan past bo'lyapti yoki qaysi paytlarda past bo'lyapti deb shuni izlanishmaydi. Nima sabab bo'layotganini qidirib, shuni nima deydi, sabablarini topishga, prichinalarini topib, ularni bartaraf qilish to'g'risida o'ylash xayolligiga ham kelmaydi masalan. Bor-ku. Keyin masalan Ansuf matritsasi degan narsa bor. Shunga o'xshagan juda ham ko'p qonun qoidalar, har xil o'sha savdoni oshiradigan instrumentlar deymizmi, formulalar deymizmi, juda ko'p narsalar bor-da. Bu butun dunyo kerak bo'lsa, salkam butun dunyo foydalanadigan, masalan, bir kimdir uxlab tushida ko'rgan narsalar emas. Shu narsalarga bo'lsa, u kompaniya masalan tupurib qo'ygan bo'ladi. Prosta tupurib qo'ygan bo'ladi-da. O'zlarini bir qanaqadir qarashlari bilan, o'zlarini bir o'sha yer sayyorasiga oid bo'lmagan bir Marschami, bilmadim, Saturnchami fikrlashlar bilan o'zlarini kompaniyalarini boshqarmoqchi bo'lishayotgan bo'ladi. Mana shu ham juda ham katta ta'sir qiladi savdoni past bo'lishiga.